Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ormang tinch bo'lsin. Alhamdulillah, rahmat, Xudoga shukr. Tilaganingiz rost bo'lsin. Rahmat. Endi bunaqa vaziyatda intervyu qilish sal g'alati-yu, lekin ko'plab muxlislarimizga bir manfaatli, foydali bo'ladi degan ma'noda men o'zim ham endi boshimdan o'tkazdim shu baloni, virus bolasini. Endi o'sha ma'noda bir suhbat qilmoqchimiz siz bilan. Qanday boshlandi o'zi bu balo? Qanaqa kontakt bilan yuqdi, misol uchun o'zingiz bilasizmi? Keyin jarayonlar qanaqa bo'ldi? Shu haqida bir bafurja, batafsilroq ma'lumot bersangiz. Bo'ldi. O'zi ko'pchilik meni Instagram sahifamda ko'pchilik yozdi. Mana shu kasal bo'lgandan keyin, men hamma joyga tarqalib ketgandan keyin qanaqa bo'ldi, qanaqa yuqtirdingiz, nima bo'ldi, qanaqa lecheniya qilyapsiz? Bizga ham qanaqangizni bir jo'nating degan bo'ldi. Ko'pchilikka video qilib qo'yaman deb murojaat qilib, hamma tavsiyalarimni qo'yaman degandim. Siz aytib qolganingizdan keyin как раз siz bilan video intervyumiz chiqsa, ana muxlislarimizga kerakli o'sha anaqa nima deydi narsani olib olishlik mumkin bu intervyuda. Xullas, men ochiqchasiga aytsam, ko'p joyga boradigan odam emasman. Borgan joyim shu bozor, korzinka и ishxonam. Mana shu ishxonam. Ishxonam uyimdan 100 metr nariroqda. Nima deydi, piyoda ketaman. Qayerdan yuqqanini aniq bir fakt bilan ayta olmayman. Menimcha endi taxminim bo'yicha shu bozordan yuqqan bo'lishi mumkin. Qaysi bozor? Jomiy bozorda. Jomiy bozorga bordim. Akamning bir iltimoslari bilan o'sha yerdan yuqtirdim deb o'ylayman, taxminim bo'yicha. Lekin Moskvada har doim u yoqda yana bozorga yashiqlarda o'tkazib kirishadi, yana tekshirib. Yana bilmadim. Xullas, o'sha yerga borib kelganimdan keyin o'zim ham sezganim yo'q. Ancha vaqt o'tdi. Keyin bosh og'riqdan boshladim. Asosan bosh og'ridi. Endi bosh og'rig'i ko'p bo'lib turadi deb anaqa e'tiborga olmadim. Bosh og'riq dori ichdim, bir ikkitalab har kun ichdim, qarasam 3 kun boshim og'ridi. Keyin bu orada balkim anaqa immunitet anaqa bo'lgandir dedim-da, o'zimga olmadim. Yugurishga chiqdim, bu yoqqa bordim, bu yoqqa o'zimga bermadim kasal bo'lishga. Keyin o'sha yugurishga chiqib borib kelganimdan keyin uyga kirdimda uxladim. Kechqurun qanaqadir qaltirab turdim. Sovuq qotib, qarasam temperatura bor. Temperatura o'sha bildim, keyin darrov o'sha temperatura tushadigan dorilarni ichdim. Dorilarni ichgandan keyin o'zim ich-ichimdan bildim, shu bu boshqacha qanaqadir anaqa uydan chiqmaslikka qaror qildim oxirigacha yetish uchun. O'sha kuni ertasi kuni yaxshi o'tdi, ertasi kuni holsizlik, o'sha holsizlikdan davom etaverdi. Keyin sekin tomog'im og'rishni boshladi, tomog'im zirqirab og'ridi, shu tupugingni ham yutolmaydigan darajada og'ridi. Keyin poliklinikaga murojaat qildim, shunaqa bir narsalar bo'lyapti dedim. Bu koronavirusmi bu? Endi baribir hamma joyda gap tarqalib yuribdi. Bo'lishi mumkin, unaqa deyishdi poliklinikada ham. Keyin iloji borim dedim test olishni. Bo'ldi, biz SESga murojaat qilamiz. Test olishga kelib ketishadi dedi. Keyin koronavirus yozilgan raqamga chiqdim. U yoqqa qilsam biz dedi faqat anaqa olamiz dedi. Zayavka olamiz sizga borishadi dedi. Bo'ldi dedim. Kutdim 1-2 kun. 1-2 kun kutdim. O'sha tomoq og'riq, bosh og'riq, holsizlik bo'laverdi. Keyin o'zim tester chaqirdim. Bitta yaqin insonimda tester bor, bilardim unda. O'sha tester orqali hachaba bilay deb, keyin o'sha tester chaqirtirib, tester tekshirtirganimda o'sha положительный chiqdi. Keyin bilsam, что koronavirus ekan. O'sha tester olgan kunimdan boshlab zirqirab og'ridi badanim. Suyaklarim, bo'g'inlarim og'ridi. Xuddi bir 20 kishi kaltaklaganda og'riq bo'ldi badanimda. 2 kun shunaqa bo'ldi. Eng qizig'i, faqat o'sha kuni temperatura qilganim, o'shandan keyin temperatura umuman qilganim yo'q. Temperatura umuman bo'lgani yo'q, faqat tomoq og'riq, holsizlik, bosh og'riq o'sha badandagi og'riq bo'ldi. Bu hid bilish, tan bilishchi? Keyin mana shu zirqirab badanim og'rishi anaqa bo'lgandan keyin hid bilish yo'q qoldi. Qarasam hid bilish yo'q. Keyin hamma narsani hidlab ko'rdim, hid bilish yo'q. Birinchi marta umrimda
bunaqa bo'lishi g'alati holat bo'lar ekan. Keyin balkim tan bilish ham ketgandir deb, keyin tan bilish anaqa qilsam, yo'q, tan bilish joyida ekan. Hid bilish yo'qoldi. Bu zirqirab og'rishlar 1-2 kun bo'ldi. 1-2 kun bo'lgandan keyin sekin qanaqadir yaxshilanishga o'tdi. Bu orada bunaqa qiynaldim ham deyolmayman. Bir oldin gripp bo'lsa, shamollash bo'lsa yoki pnevmoniya kasal bo'lsa qiynalardik. Unaqa bo'lmadi. Bir yengil qanaqadir o'tdi. 1-3 kun kasal bo'ldim deya olaman. Qolgan kunlar oyoqda normal o'tkazdim. Keyin sekin ulcheniga ketdim. Hid bilishim bir 7 kun, 8 kun deganda qaytdi. Ana zirqirab og'rishlar 1-3 kun bo'ldi. Tomoq og'riqlar bir 7 kunda yo'qoldi. Hammasi sekin-sekin ulcheniga ketdi. Atrofimdagilar ham kasal bo'lgan, uyimdagilar ham hamma kasal bo'ldi. Ularni ham kasal bo'lib tuzalishini kutdim. Hamma bitta-bitta kasal bo'ldi. Hamma o'tkazdi. Yaxshi bo'lganimni bilib, keyin ko'chaga chiqib o'sha ishga chiqishni boshladim o'zim bilib. Tuzalganimdan 10 kun yana plus 3 kun deb yozishgan ekan, o'qisam. 14 kun kutdim, keyin ko'chaga chiqdim. Mana xuddi shunaqa 14 kun. Xuddi shunaqa bo'ldi. Qanaqadir yengil o'tdi. Kimda og'irroq o'tdi uydagilardan? Hammada bir xil deyarli. Yosh bolalarda asosan unaqa sezilmadi ham. Bir kun temperatura qilishdi. Temperatura agar 38 dan oshsa, qanaqadir temperatura tushiradilar degan anaqa qilinglar deyishdi. Protsedura qilinglar deydi. Ungacha qilmaylar. Bir marta qildik, so'z o'sha bilan o'tib ketdi, hech qanaqa sezilmadi ham. Bosh bolalarda praktik sezilmadi. Jiyanim bor edi, 14 yoshli. U ham bir kun holsizlik, qanaqadir temperatura bo'ldi, undan ham o'tib ketdi. Keyin SESdan kelishdi bir. Kelishdimi? 10 kun deganda, 15 kun, 10 kun deganda kelishdi. Test olib ketdi. Ana kecha test javobini olib chiqarib jo'natishdi. Testda ham koronavirus chiqdi. U qanaqa bo'lar ekan? Misol uchun test javobi misol uchun koronavirus o'tib bo'ldi deb chiqqanmi yoki qanaqa chiqar ekan shu? Koronavirus bor deb chiqdi. Bor. Organizmda bor deb chiqdi. Hozir ham bor ekan. Yo'q, mendan emas. Uydagilardan. Uydagilardan chiqdi. Mendan olishmadi, chunki men 10 kun tuzalganimdan, yana 10 kun bo'lgani uchun qancha bo'ldi tuzalganingiz? 10 kun bo'ldi dedi. Mana shuncha shart emas sizdan dedi. Kim hozir kasal, o'shadan olib ketamiz dedi. O'sha kasallardan olib ketishdi, ularda shunaqa chiqdi. Ular ahvoli yaxshi. Ha, hozir endi ertaga ahvoli yaxshi. 100% yaxshi. Ertaga yana kelishar ekan, shu olib ketishar ekan. Qanaqa hozir o'sha tuzalganligi haqidami qanaqadir bir test bo'lar ekan, yana bilmadim. Kelib o'sha bo'ldi, tuzaldi yoki tuzalmadi degan test olib ketishar ekan. Eshitishim bo'yicha shunaqa telefon qilib bugun shunaqa aytishdi. Nafas olishda muammo yo'q, nafas olishda muammo bo'lgani yo'q, temperatura bo'lgani yo'q, yo'tal bo'lgani yo'q. Lekin bitta narsani sezdim, mana shu kasal bo'lganimda ko'pchilik menga yozishni boshladi. Har kimda har xil simptomlar, har xil. Hech kimda deyarli bir xil deb aytib bo'lmaydi. Chunki organizm har xil bo'lganligi uchun bu kasallik har kimga har xil ta'sir qilar ekan. Kimga telefon qilsam, kimdadir hid bilishdan bilish yo'qolgan, kimdadir hid bilishdan bilish joyida faqat temperatura qilgan, kimdir yo'talgan. Hammada har xil bo'ldi. Ko'pchilik menga yozdi, qanaqa dori-darmonlar bilan davolandingiz deb. Men keyin qo'rqib qoldim. Men o'zimni sposob lечениемni hozir ularga bersam, ularda boshqacha bo'lsa, ular bu bilan davolanmasa-chi degan bir ichimda qo'rquv bo'lganligi uchun men intervyuda o'zimni kasalligimni aytaman. Agar menga yaqin qanaqadir bir kasallanganlar bo'lsa, men o'zimni tavsiyamni beraman. O'zim qilgan lечениемni aytaman, o'sha bilan lечение qilishsin degan bir xulosaga keldimda va hech qanaqa bir tavsiya berganim yo'q ko'pchilikka. Agar menga mana masalan hozir aytib berganimdagi holat kimdadir bo'lgan bo'lsa, men o'zim o'sha davolangan retseptimni berishim mumkin. Unda balkim boshqalarda boshqacha. Davolanishga haqiqatdan ham 35 million pul ketdimi? Yo'q, davolanishimga hisoblab chiqsam 200 ming so'mcha
pul ketdi. Menda ham shunday bo'ldi. Men endi buni so'raganim Jo'rttaga so'radim, chunki sizda ham menimcha bu ma'lumot bo'lsa kerak. O'sha aprel oyida karantinda o'tirgan vaqtimizda yengil formasi uchun 35 million, og'irroq formasi uchun 60 million pul ketadi deb bayonotlar berildi. Keyin men o'sha bir fikrlarda qolib ketgan edim. Endi menda lekin boshqacharoq bo'ldi. Xuddi mendagi holat yoshi kattaroq odamlarda bo'lganida, ularni juda ham bir og'ir ahvolga solib qo'ygan ekan. O'sha nafas yetishmovchilik bo'lgan ularda xuddi menigidek boshlangan bir xil. Chunki yaqinda bir 7 kunmi 10 kuncha bo'ldi, bitta joyda o'sha YouTube kanalida intervyu bergan ekan bitta odam, o'sha kasallik haqida gapirib bergan ekan. Bir xil o'sha qanday boshlangan bo'lsa, menda ham xuddi shunday boshlangan. Temperatura hammasi o'shanaqa, lekin adashmasam 270 ming so'mcha pul ketdi. Endi menimcha ko'proq ketgani, men kapinsil oldim. Kapinsilga ko'proq pul ketadi. O'sha ukol, o'sha tomirdan ukol oldim. Shuning uchun menimcha ko'proq ketdi. Ya'niki sizda 200 ming so'm bo'lgan bo'lsa, menda 270. Men faqat tabletka, faqat dori, tablet ichishni sposob bilan davolandim. Hech qanaqa kapilni ukol qilganim yo'q, faqat o'zim immunitetimga asosan kuch berdim. Bu kasallikka men hozir e'tibor berishimcha, mana shu videoni ko'rayotgan barchaga aytmoqchiman, bu kasallikni yenga oladigan yagona narsa immunitet. Immunitetni kuchaytirish kerak. Asosan vahimaga tushish kerak emas. Odam vahimaga tushsa, immunitet pasayar ekan va kasallanish, mana bu virus o'zini kuchini kuch ko'payib organizm egallashni boshlar ekan. Iloji boricha e'tibor ham bermaslik kerak. Bu oddiy grippdagi, oddiy bir kasallikdagi o'tib ketadigan narsa. Xuddi grippdagi o'tdi. Har kimda har xil. Kimdadir og'ir o'tyapti. Lekin vahimaga tushish kerak emas. O'sha murojaat qilish kerak. Biz ahvolimizga qarab, o'sha doktorlarimiz davolanish retseptini beradi. O'shanga qarab davolanish kerak. Agar odam qo'rqib, vahimaga tushib qolsa, organizm ham qo'rqib, immuniteti pasayib, kasallik kuchayishib boshlanar ekan. Iloji boricha immunitetni kuchaytirish kerak. Sigir tilini pishirib, yaxshilab yeyish kerak. U ham immunitetni kuchaytiradi. Jigar, go'shtli narsalarni, qo'y go'shtlarini ko'proq yeyish kerak. Masalan, nima xohlading, ko'ngling, tabing nima xohlayotdi yeyishni ayamasdan yeyish kerak. Ilojini topib yeyish kerak imkon darajasida. Kimdadir imkoni bor, kimdadir imkoni yo'q. Bu narsani bilamiz. Imkon darajasida yeyish kerak. Asal hammada menimcha imkoniyat bor. Asal, qora sedani narsalarni ko'proq yeb, masalan, har ertalab men yeb turdim. Keyin asal, limon aralashtirib, asal, limon, imbir maydalab, anaqada мясорубкаdan o'tkazib, maydalab anaqa qilib, bir qoshiq qaynatilgan suvda 2 mahal ichdim. U ham zo'r qizdirib, kasallik chiqartirib yuborar ekan. U ham zo'r foyda beradi. Ko'proq suyuqlik ham ichish kerak. Suyuqlik, faqat suyuqlik, e'tibor bermaslik kerak. Men o'zimcha harakat qildim, e'tibor bermaslikka. Bemalol o'ynab, kulib yurdim. Bemalol uyda e'tibor ham berganim yo'q. Shuni hisobiga o'zimga olmadim-da, iloji boricha bu kasallikni. O'tib ketdi. Menimcha hammada shunaqa bo'ladi. Tip lecheniya bo'yicha keladigan bo'lsak, meni o'zimni taxminim bo'yicha o'rta holdagi kasalliklarda shu 1 million atrofida ketsa kerak pul. Yengil formada bizdagi insonlarda 200 ming, 250 ming pul ketadi. 30 million bilmadim. Yana nimaga ketishi mumkin? 60 million men vaqti bilmadim, nimaga ketadi. To'g'ri. Men vaqti bilmadim. Ko'p odamlarda vahima, misol uchun qimmatlilik borasida ham bo'ldi-da, chunki kimdir haqiqatdan ham imkoniyati yo'q 35 million so'm pulga yoki misol yengil formasi uchun deyilgan yoki kimdir 60 million umuman imkoniyat yo'q-da unaqa pulga. Va qimmatligini eshitib, o'sha davoni qimmatligini eshitib, ko'p odamda haqiqatdan vahima kuchli bo'ldi menimcha. Vahima juda kuchli bo'ldi. Shu vahima mana menda ham o'ylayman, uzr gapingizni nima qildim, o'sha koronavirus bo'libdi, koronavirus o'ylayapman, vahimali-da bu. Nomni o'zi koronavirus misol uchun. Nomni o'zi vahimali. Keyin vahimaga tushmanglar, vahimasiz karantin deyilgani bilan baribir vahima bo'ladi odamda. O'zbekchilik. Lekin aslida o'sha gripp qanaqa bo'lsa, menda men yanvar oyida qattiqroq gripp bo'ldim, yanvar o'shanda bir xil holat bo'ldi. Faqat hech qachon men isitmamni o'lchamaganman. Hayotim mobaynida o'zim bunday o'ylab qarasam, endi isitmani o'lchash kerak ekan degan gaplardan keyin o'sha o'z-o'zidan termometr sotib oldim ayrimda birinchi marta. Va o'lchadim, o'sha haqiqatan
bu virus niyatiga yetib shu 39 darajaga 39-40 ga chiqdi va keyin o'sha uyda oddiygina davolandim. O'tib ketadigan holat bu. Menimcha bu pandemiya masalan har gripp ham bir paytida xuddi pandemiyada kirib kelganda, masalan barcha davlatlarga. Bu ham bir xuddi grippga o'xshab davlatimizga kirib kelib o'tib ketadigan holat deb hisoblayman. Faqat bundan istisno yoshi kattalar. Kimda kim uyda yoshi katta bo'lsa, imkon darajasida iltimos qilardim. Yalinib ham so'rashga tayyorman. Uydan chiqmang. Uydan chiqadigan bo'lsangiz, qo'lqop, perchatkalar, barcha karantin qoidalariga rioya qilishingizni iltimos qilib so'rardim. Chunki bizda sizda bu yengil o'tishi mumkin, azizlar. Lekin yoshi katta insonlarga bu kasallik qanaqadir og'ir kechyapti, kimdir bizni oramizdan olib ketyapti. Mana shu kasal bo'lgan kunimdan boshlab bilmadim qanaqadir sentr vнимания bo'lib qoldim. Ko'pchilik yozyapti, ko'pchilik murojaat qilyapti. Hamma o'zini ahvolini yozyapti. Qanaqadir siz xalq orasidagi odamsiz, sizga ko'pchilik yozadi, kim qanaqa lecheniya qilyapti, nima qilyapti. Menda mana bunaqa kechyapti, iltimos yordam bering. Nima maslahat berasiz deb ana sizga murojaat qildik, mana shunaqa ahvol, erga murojaat qildik, bunaqa ahvol deb yig'ilab yozayotganlar bo'ldi. Hammasini bir o'z ko'zim bilan ko'rib, eshitib bildim desam ham bo'ladi. Shuning uchun bu holat juda ham bir achinarli holatni boshimizdan kechiryapmiz. Men-ku yengil o'tdim. Bizning oldimizdagilar yengil o'tdi deya olmayman, lekin atrofimizda ko'pgina insonlarni yo'qotdik. Iloji boricha karantin qoidalariga barchaga iltimos qilardim rioya qilishsin, chunki yoshi kattasi bor odam ko'chaga chiqib kelib bir oddiy bir nositel bo'lishimiz mumkin. Bizni sezdirmasligimiz mumkin, bizning organizmimiz bildirmasligi mumkin, lekin olib kelib yoshi kattalarga yuqtirib, ularni qiynab qo'yishimiz mumkin. O'shuning uchun imkon darajasida mana shu hozirgi mana shu belgilangan karantin qoidalarini rioya qilsak, ozgina shu yaqinlarimizni ushlab qolishimiz mumkin. Bo'lmasa bu pandemiya ko'pchiligimizni oramizdan olib ketishi mumkin. Bu shunaqangi virus. Ayniqsa qo'shimcha kasallik bo'lgan odamlarga juda qiyinroq o'tayotgan ekan, yoshi katta odamlar. Yoshi kattalarga juda qiyin o'tyapti. Qanaqadir bir o'zini o'sha kasalligi bor, kasalligi simptomlari bor odamlarda juda qiyin o'tyapti. Sarvar aka kasal bo'lganmi? Yo'q. Uni biz o'sha eshitgan kunimizdan boshlab biz distansiyada biz umuman yaqinlashayotganimiz yo'q, gaplashayotganimiz yo'q. Menimcha hali ham kelmaganlar. Yo'q, bu xonaga kirmaydi. Bu xonaga kirmaydi. Yo'q, men o'zim kiraman bu xonaga, o'zim chiqib ketaman. Maska kirib maskani yechib ishlayman, yana maskani taqib chiqib ketaman. Bu virus o'zi shu do'stdan ayirdi. Bu virus ko'p narsani ko'rsatdi. Mana shunaqa kunda kim yaqin, kim yomon, kim sen uchun nimaga qodir, kim sen uchun qayg'uryapti. Shunda yaqqol ko'rsatdi. Men bitta narsadan minnatdorman, mana muxlislarimiz bor ekan. Kasal bo'lgan kunimni eshitgan kunidan boshlab o'sha yaqinlarim hammasi qayg'urib har kun duo qilamiz deb yozishyapti. Hatto men unchalik og'ir kasal bo'lganim yo'q. Bilmadim, ko'pchilik bu koronavirus bir og'ir kasal deb o'ylashdi meni. Yo'q. Lekin ko'pchilik, butun xalq meni duo qildi. Minnatdorman bundan. Bir shunaqa xalqda yashayotganimizdan ham eng asosiysi minnatdorman. Boshqa bir davlatda bo'lganda balkim hech kim duo qilmasdi, balkim hech kim bir e'tiborga ham olmasdi. Lekin biz ham bir musulmon xalqda bo'lganimiz uchun ham hamma bir-birovini duo qildi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Va iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu imkoniyatdan foydalanib dorilarimizni qimmat sotayotgan o'sha farmatsevtlarimizga murojaat qilardim. Iltimos, ana momenti bo'ldi. Foydalanib qolaydigan narsani iltimos chiqarib yuboringlar miyanglardan. Birovni qiyinchilikdan foydalanib kelgan pul bu 700 barobar bo'lib chiqadi. Bugun emas, erta emas, albatta chiqadi. Bu ana o'shandan qo'rqing. Foydalanib qolishdan, pul qilib, soqqa qilib qolishdan iltimos, barcha o'sha hamma o'ziga tegishli gap bilib olyapti. Soqqa qilayotgan insonlardan iltimos qilardim. Ozgina o'ylab ish qilinglar.
Biz-ku bilmasligimiz mumkin, biz oddiy odamlarmiz. Yaratgan ko'rib turibdi bu narsani. To'g'ri. Albatta bu qusuri chiqadi. Iltimos sizlardan foydalanmanglar. Bunaqa qiyinchilik kunda faqat xalqimizga yordam berishni o'ylanglarki, sizni ham yaqinlaringiz bor, sizni ham yaqin insonlaringiz bor atrofingizda. Yaqin insoningiz orangizdan ketib qolganda, o'sha payt shunda boshingiz devorga tegishi mumkin. Voy, nima qilib qo'ydim? Qaysi gunohim uchun deganda, o'sha payt miyangizga kelmasligi mumkin bir kishini yomonligi orqasidan orttirgan pulingiz evaziga bo'lishi mumkin. Iltimos sizlardan. Men ko'p ko'rdim, kuzatdim. Bitta oddiy bir dorini 500 so'm turadigan dorini 500 mingga sotganlarni ko'rdim. Shunaqa bir afsuslanib ketdim. Bu qanaqa zamonki, birovni qiyinchiligidan foydalanadigan zamon. Men boshqa davlatlarda bo'lganman. Bunaqa darajada emas, lekin men shu joyda mana shu foydalanayotgan bir xil emasda, o'shanaqa xalqimizdan juda bir xafa bo'ldim. Juda nafratlandim. Bu bir yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Sizdan ko'rib farzandingizdan ko'rib boshqalar qilishi mumkin bu ishni. Siz o'rnak bo'lishingiz mumkin kimgadir. Siz boshliq bo'lib turib qilayotgan ishi sizni yoningizdagilarga ertaga men ham boshliq bo'lsam, men ham shunaqa qilib pul topishim kerak ekanda degan xulosaga kelmasin. Iltimos. Aslida yordam berish kerak bo'lgan vaziyat. Hozir bir-birimizga qo'l cho'zib, birdan bo'lib bu kasallikni yengadigan davrdamiz. Lekin foydalanadigan emas. Hayot bugun bilan to'xtab qolmaydi, tugab qolmaydi. O'tadi bu vaqt. O'tadi-da bu narsalar. Lekin ishoning, ertaga baribir yer aylanaku. Bundoq olib qarang, bundoq hisoblab ko'ring, bu dunyoda hamma narsa aylana. Baribir o'z o'qida aylanyapti butun dunyo. Atomdan boshqa butun dunyo hammasi o'z o'qida aylanyapti. Baribir biz ham qaysi qachonlardir o'sha nuqtaga kelamiz. Ko'zingizni oching. Foydalanmang deb qolardim. Aka, rahmat kattakon. Ilohim dard ko'rmang. Xalqimizga shifo tilayman. Ilohim, hech kim mana shu kasal bilan og'rimasin avvalo. Og'riganlar ham shu ko'rmagandek bo'lib, gripp ham eng oddiy shamola shu prosta shu burni bittaga bizadan yengil o'tkazib yuborsin. Bizadan ham yengil o'tkazsin. To'ppa-to'g'ri, ilohim. Faqat shuni tilab qolaman. Sizga ham rahmat kattakon aka. Hech qachon hech qanaqa dard ko'rmang ilohim. Xudo xolasa ijodiy bir suhbatlarda ko'rishaylik, konsertlar, shu juda sog'indi odam bor-ku. Mana biz ham juda sog'indik, sizlarni men tushunyapman. Biz ham sog'indik. Umrimiz gastrolda o'tardi. O'sha. Xudo xolasa konsert oldi intervyularda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, hamisha salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Karantin qoidalariga rioya qilinglar, uyda